Yüzümde boşuna tıkabı. Ortamdan atka xatını görüyorum. Ben şahsen özüm bloger, jurnalist bo'lib turib, o'zim shosani ko'ryapman-ku, o'zim postga tushirayapman-ku. Oddiy O'zi turgan chas. sakson yoshimda bo'ldi, qo'lini qayirib, ichkariga olib qo'yibdi. Sharmandalik emas bu. Kim bo'lsa ham. Albatta ertaga ichki ishlar vazirligi kecha kerak, suprasi kerak. Kecha ham kelganimda Shuncha davom etishi mumkin. Biz shu holatga yana qaytamiz. Assalomu alaykum O'zbekiston xalqi. Sizdan yana murojaatimiz Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga. Bizdan mana 4-5 kun bo'ldi. Poytaxtimiz Toshkentga borib, prokuratura, generalniy prokuratura oldiga borib, Oliy sudga borib, murojaat qilib, YouTube'ga joyladik. Bizning hozirgi murojaatimiz yana shu akamiz Karimov G'ayrat ishi bo'yicha Prezidentimiz murojaatimiz sizga. Bu Qo'lastinskdagi xodimlar, bu bosh prokuror Nig'matullo Yo'ldoshev, Oliy sud raisi Baxtiyor Islomov, ichki ishlar vaziri Aziz Toshpo'latov, bular hali bugungacha bizga amaliy yordam bermadi. Mana bu generalniy prokuraturaning oldiga borsak, faqat ichki ishlar keladi. Aziz Toshpo'latov, siz Qo'lastinskdagi xodimlar keladi-da, bizani haydash bilan ovora, haydash bilan. Bu yerga kelma, sen kelsan qavmimiz, nimaga kelding? Shunaqa bosim bo'lyapti, Aziz Toshpo'latov. Bu prezidentimiz aytayapti, prezidentimizning siyosatiga dushmanlik qilyapsiz. Bizga aytayapmiz, bir amaliy yordam bering deyapmiz. Ben bu Yashnobod tergovchisingizga hali ham bir chora ko'rmadingiz, hali ham bir chora ko'rmadingiz bu. Qolaversa, men bu prokurorimiz Nig'matullo Yo'ldoshev mana oldingi safar ham aytgandek, men bu Qo'lastinskdagi xodim BT Samuqov bergan javob xatini o'qib bergandim. Endi kecha biz yangidan berdik, Svetlana Artikovni qabul qilib oldi endi. O'zim ko'raman dedi. Endi u ko'rganda ham o'zi ko'rmaydi-yu, uni endi nima qiladi u? Bu ham o'shani ko'chirib beradimi endi? Yana erdidimi endi? Endi bu yog'i Xudodan buni. Qolaversa, Oliy sudga shikoyat arizasini berdik endi. Endi bu yog'i Oliy sudda ko'rinadi, xudo xolasa. Endi Oliy sudda bu vaqtda Islomovga biz nima desak ekan, bir 3 yildan beri gapiramiz. Ochiq sud bo'lsin, adolatli bo'lsin, prezidentimiz siyosatiga qarshi chiqyapsiz deyapmiz. Nimaga deganda, hamma sudlar kamera bilan bo'lyapti. Kamera jurnalistlar bo'lyapti. Faqat mana shu akamniki kamerasiz, jurnalistsiz bo'lyapti. Nimaga deganda, akamni aybi yo'q-da, bu yerda aybi yo'q. Kamera jurnalist kiradigan bo'lsa, u yerda aybini bular aytib bera olmaydi. O'shaning uchun kamera kirgizmayapti bu. Biz anchadan beri o'shani aytib kelyapmiz. Kamera kirgizing deb. Baxtiyor Islomov, xudo xolasa, buni endi o'zingiz ko'rasiz. O'zingiz ko'radigan yerga keldi bu endi. O'zingizning nomingizga endi Oliy sudda o'zingiz ko'rasiz. Bu ochiq bo'lishi kerak. Prezidentimiz siyosatiga siz qarshisiz. Nimaga deganda, mana men prezidentimizni gapirgan gaplarni qo'yib beraman. Siz o'zingiz eshitmagan bo'lsangiz, mana eshiting. Mana. Tanqid qilyapti. Nimaga sen shuni qilyapsan? Nimaga savol bor, topshiriq bor, nima qilyapsizlar deb familiyasini, rasmini olib chiqib ko'rsatdi. Butun el bilsa. Bu 3-4 ta qarordan ham ko'proq ta'sir qiladi. Sizlarning kuchlaring katta. Ommaviy axborot vositalari islohotlarimizni eng nurli davomchilari, islohotlarimizni ko'zgusi, mani eng ishonchli kuchim biz oldin ommaviy axborot vositalarida eshitlarmidik, blogerlar bormidi, bunday internet bormidi, yo'q deb shuning uchun bilasizlarmi? Bu ham bizni ongli ravishda tarbiyalayapti. Hozir har bir ijro organi rahbari bir qaror qabul qilishdan oldin hech bo'lani o'qimasdi. Hozir 10 marta o'qiydi. Bloger nima deydi? Ommaviy axborot vositasi qanday menga baho beradi? Yurishim qanday bo'layapti degan savol ko'ndalangmi yo'q? Albatta, men bitta narsani har safar iltimos qilaman, ommaviy axborot vositalaridan adolat bo'lsin, haqiqat bo'lsin, rost bo'lsa,
Bilasizlarmi, u bizning islohotlarimizga juda katta ijobiy o'zini ta'sirini bular ko'rsatyapti. Jamiyatimizda mana shu ommaviy axborot vositalarining kuchini, qudratini va adolatligini, mana shu erkinligimiz, eminligimizni ham baribir hech qachon endi orqaga qayta olmaymiz. Ular ham jamiyatimizda tarbiyasiga juda katta o'zini ijobiy hissasini qo'shyapti desak, bu ham adolatli haqiqat. Mana prezidentimizni gapini o'zingiz eshityapsiz, nima deyotganini. Mana bu sudyalar ham o'qimaydi deydi, ko'rmaydi deydi, ko'rmagan shu paytgacha endi ko'radi deyapti. Baxtiyor Islomov, shu galam ochiq sud bo'lmasa, ochiqlik, shaffoflik bo'lmasa prezidentimiz aytganki, siz prezidentga dushmansiz, eng birinchi dushman siz bo'lasiz prezidentimizga. O'shani yaxshilab eshitib oling. Mana prezidentimizning gapini sizga qo'yib berdi. Hamda prokurorimiz Nig'matilla Yo'ldoshev bu bosimlar endi bo'lar, oldin ham aytgandek. Bo'lar bu 3 yildan beri bu bosimingiz. Qo'l ostingizdagi xodimlarni bir tekshirib, o'zingiz bularga bosim berib o'tirgandek, ustidan bir tekshirib nazorat qiling, bularni baraka topmaysiz. Aziz Toshpo'latov, bu endi sizga gapirib charchadik. Kecha video selektorda xalqning dardini eshitaman dedingiz. Xalqning dardini eshitadigan bo'lsangiz, bizning dardimizni eshiting. Men bu qo'l ostingizdagi Ilhom Tursunov degan chiqarib qo'ygan Yashnobod tergovchisi, buni hali ham bir chora ko'rmadingiz bunga. 3 yil bo'ldi. Biror marta bizga bir adolatli bir qonuniy bir yordam ham bermadingiz. Bosh prokuror, men bu sudga siz bir protest kiritsangiz, o'sha yerda o'zi hal bo'ladi. O'zingiz bosim berib o'tiribsiz, o'zingiz nima deyapti, protest kiritmasdan o'tiribsiz. Endi xudo xolasa bu yog'i bir adolatli prezidentimizdan endi bir amaliy yordam kutib qolamiz endi. Gapiring. Hurmatli prezident bolam, qana meni bolam shu 3 yildan beri o'tiribdi yana. Serton, sergirdan, ukalarim, og'alarim gelamiz, bir yere borsak, bir yere bor deydi, bir yere borsak, o'rtanay deydi, bir yere borsak kelib bosib olib ketadi. Buni bir qancha guruhda yozib qo'yibdi. Qana buni guruhda 3 yildan beri bitta o'zini qamab qo'yibdi. Nimaga guruhini topmaydi, nimaga aybini bo'yniga qo'yib bermaydi? Sen gapirgama, meni bolamning bu gunohlari bor. Shuncha qamoq qo'yibman deb aytmaydi. Qana prezident haqiqatni ayt deydi. Haqiqatning borlig'ini ko'rsat deydi. Qana haqiqat, qana nada tinchlik qolma bu yurtda qana. Ne ayb bilan qamoq qo'yibsizlar qana. Munchalik bir odamga shunchalik hamma bosim qilish shartmi shunday? Mana prokurorimiz sizga mana 165-modda to'lamachilik 165 ni qo'yib qo'ydi, 165 ni men tutib o'tirish uchun qo'yib qo'ydi-da buni. Bu o'qimagan, ilm yo'q. Aziz Toshpo'latov hamda Nig'matilla Yo'ldoshev, men bu sizga-da mana o'zingizni bu qonun mana O'zbekiston Respublikasi Jinoyat ishlari bo'yicha kodeksida kitob yozilganda bu to'lamachilik deydi, takroran deydi. Yoki xavfli deydi, riskli tomonidan deydi. Ko'p miqdorda deydi, bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib sodir etilgan bo'lsa deydi. Baraka topmaysiz, bir guruh shaxs deydi. O'zingiz mana o'qigansiz, 165 ni qo'ygansiz, 165 bir guruh shaxs deyapsiz. Buni sheriklari qachon topiladi endi, buni qachon topiladi buni? Mana 3 yildan beri topilmasa bu sheriklari. Bir akamning o'zi kerak bo'ldi-da sizga endi prokuror. Sizni shu bosimingiz bilan bo'lib turibdi bu. Buni tepada Xudo ko'rib turibdi buni. Men bu Oliy sud raisi buni qo'l ostingizdagi bu xodimlar shahar sudimi, Oliy sudimi hech qaysi ko'rgan yo'q buni. Hech qaysi bir savol javob ham aytdi yo'q-da buni. 165 qana bu, nerdan buni guruhi qana buni? Nere urusha ketdimi bu? Ya bir Suriyaga o'tib ketdimi bu? So'rab ham savol javob ham aytdi yo'q-da bu. Baraka topqaysiz. Shu safar sizdan bir adolatli bir sud bo'lib o'tishini endi bir kutib qolamiz endi, Xudo xolasa. Assalomu alaykum hurmatli prezidentimiz, sizga ham murojaat qilyapmiz. Prezidentimiz qizi Saida opa, o'zingiz aytgansiz, ayollar yolg'iz qolmaydi deb bizani akamizni nohaqdan qamoq qo'yishibdi.
tutdi. Bizlarga amaliy yordam bering. Iltimos sizdan. Ne aybi var? Hamda so'zimiz so'ngida prezidentimiz endi sizga bu oldin ham aytganmiz, bizlarga bir amaliy yordam berib, bizlarga bir qonuniy bu ishni bir ko'rib berishingizni sizdan bir iltimos qilib qolamiz. So'zimiz so'ngida yana aytaman, mana bu O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi mana 165-modda bir guruh shaxs deb qo'yibdi. Bir guruh shaxs deganda buni yonidagi sheriklari qani endi, qayerga ketdi? Qachon topamiz endi buni? Nig'matilla Yo'ldoshev, Aziz Tashpo'latov, Oliy sud raisi Baxtiyor Islomov. Bularni qachon topamiz sheriklarini endi? Qachon? 10 yil bitgandan keyin topamizmi endi buni? Bu adolat bo'ladimi? O'zbekistonda shu galam bir ochiq sud bo'lmasa, prezidentning birinchi dushmani, prezidentning siyosatiga qarshi chiqqan siz bo'lasiz, Oliy sud raisi. Eng birinchi siz bo'lasiz.